Assalamualaikum Kalbam. Bugün reanimatsiyadan chiqdim ama hozir shukur palataga chiqardik. Qo'ldan kelgancha jabrinuvchi yarim qalbim iltimos. Assalamualaikum. Men shaxsan rahmat duo qilishim. Yarimiz duoda bo'lamiz. Rahmat, shukur shaxsan. Yarimizga rahmat sizga. Hozir reanimatsiyadan chiqqaniga to'lanmaydigan kechirasiz. Rahmat, hammangizga duo qilishim. Assalomu alaykum aziz hurmatli Turan Babasi kanalining kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Harmon ishlarimiz sizlar bilan. Men bugun o'zlaringiz ko'rganingizdek, ama bugun kecha video qila olmay qoldim. Bugun bir ovulda edim, bir ishlar bilan. Bugun shu ovulda turib bir video qilmoqchiman sizlar bilan birgalikda. Shu navbat qizimiz to'g'risida, navbat qizimiz o'zlaringiz ko'rdingizlar, tunugun shu больницаga borib, больницада operatsiyaga kirib ketgan kunimda shu video qilib qaytdim. Shundan so'ng video qilib qo'ydim. Endi bugun o'zlari bir video tashlabdi, shu больницада yotganini shu menga YouTube'ga qo'yasizmi deganda aytibdi. Men shu sababli shu YouTube'da sizlarga bugun qo'yib ko'rsatmoqchiman. Больницада yotganini, больницаdan chiqibdi, operatsiyadan yaxshi dedi. Xullas shu videoni shu video davomida ko'rasizlar, shu yuborgan videosini. Shu sababli xullas sizlarga aytacağım. Endi shu navbat qizimizni shu bungacha qo'llab-quvvatlab keldingizlar. Mana shu Mavla tomonidan qo'lingizdan kelgancha Allah yo'lida ko'p insonlar qo'llab-quvvatlab keldi. Shu tunugun ham aytdim, shu joy to'g'risida, shuna bir joy olib beramiz, joyni qurib beramiz degan niyatda shu sizlar bilan birgalikda yuribmiz. Shu video qilib, shu xabar olib, sizlar qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Shu sababli endi mening aytacağım, bu yog'ida qo'llab-quvvatlab turingizlar. Shu yerdan xudo xolasa shu borib sizlarga video qilib ko'rsataman. Va o'zini eshitasizlar, qanday gap so'zlar bo'lsa, shu o'zi aytib beradi xudo xolasa. Shu mening aytacağım, xullas shu qo'llab-quvvatlab turingizlar. Shu Allah yo'lida endi bu yog'ida mana yaxshi bo'lib chiqsa, xudo xolasa endi har kun bo'lmasam bir cherjezdan mana shu video qilib turaman, sizlar bilan birgalikda ko'rsatib. Mana shu Qozog'iston Respublikasida turib, Rossiyada musofirda yurgan shu o'g'il qizlarimizga yana bir marta iltimos qilaman, bir ho'p deversa, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha imkoniyati bor insonlar qo'llab-quvvatlab tursa, xudo xolasa shu qizimizni joyli qilamiz degan umiddamiz. Shu boshqa nima deyman, shu Alloh yo'lida shu qo'limizdan kelgancha Alloh uchun, shu qizimiz uchun shu qo'llab-quvvatlab kartalarga befarq bo'lmasdan 5,000 so'mdan bo'lsa-da, 10,000 so'mdan bo'lsa-da qo'limizdan kelgancha yordam etib tursanglar, xudo xolasa sizlar bilan birgalikda bir joy olib beramiz, xudo xolasa. Endi shu kartalarga befarq bo'lmasdan shu layklarni bosib, shu kommentariya yaxshi kommentariylarni yozib, shu qizimizni sizlar bilan birgalikda shu qo'llab-quvvatlab shu bir joyli qilik, xudo xolasa. Shunday men bugun shu video qilishimdan sababim shu. Sizlar bilan birgalikda shunday. Shu sababli yordam etib turinglar. Allah yo'lini shungacha qo'llab-quvvatlab keldingizlar, yana bir marta aytaman. Shunday sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endigi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xudo xolasa yerdan ko'rishamiz sizlar bilan, hammangiz bilan. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Hammangizga katta rahmat.